Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz Ixtiyor akam oldilariga kelganmiz. Ixtiyor akam jigar sirrozini eng so'nggi bosqichi, ya'ni eng og'ir darajasiga kelib qolganlar va saxovatpesha insonlardan yordam kutyaptilar. O'zlarini to'plagan mablag'lari ozgina kamroq ekan, ya'ni Hindistonga borib operatsiya qildirib kelishga hamma yo'g'ini gaplashib qo'yishgan, analizlarini jo'natishgan, donor bor. Faqatgina shu 25 ming 30 ming oralig'ida mablag' kerak bo'lyapti ekan. Hozir uylarini ham sotuvga qo'yganlar, boshqa qilganlar shu yetmay turgani shuncha ekan. Agar qo'lingizdan kelsa ushbu insonga saxovat qilmoqchi bo'lsangiz, ehson qilmoqchi bo'lsangiz, pastda o'zlarining raqamlarini, o'zlarining kartalarini qoldiraman, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar qo'lingizda ehson qilish kelmaydigan bo'lsa, ehson sifatida ehson qiladigan insonlarga ushbu videoni jo'natib qo'ying, yo like yo kommentariy bosib, o'sha kommentariyasida ehson qiladigan yaqiningizni belgilab ketsangiz, siz ham yaxshi savob olgan bo'lardingiz degan umiddamiz. Iloji boricha ushbu videoni ko'proq maksimalni tarqatishga yordam beringlar. Bir inson yolg'iz farzand hisoblanadilar. Qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilsak, Xudo xohlasa oyoqqa turib ketsalar, sizlar duolaringiz bilan yaxshi bo'lardi. Barchalaringizni kutib qolamiz, yordam beringlar qo'ldan kelgancha. Qo'lingizdan kelmasa, boya aytganimizdek, qo'ldan keladigan insonlarga jo'natib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.